Assalomu alaykum YouTube obunachilari. Mana Namangan shaharga yangi Zobir 1105 motobloklar keldi. Yangi dizaynda hammasi keldi. Mana 18 ta ot kuchi, 2200 obrot. 2025-yil 1-oy chiqqan. Qulayliklari yangi relalar, yangi faralar qo'yilgan mana oldiga, kechasilikka ishlashga. O'ng tomon, chap tomon yangi pavorotniklar bor. Yangi mahaviylar kelgan hammasi mana katta mahaviylardan. Birkalari mana 1105 birkalar, haqiqiy zavod birkalari bor. Yangi gulshitirlar mana yangicha dizaynda kelgan bu ham gulshitirlar. Davleniya datchik bor, suv datchik bor, akkumulyator datchik bor, signal bor. Xo'p, skorslari mana 3 ta oldiga, 3 ta toshbaqa, 3 ta quyon. Toshbaqa pastga, quyon tepaga. Gaz steplanasi qo'lda, yangicha dizayn bu ham. Keyin enshovlari mana baquvvat enshovdan kelgan. Buni afzallik tomoni mana balonni orasi 60, 70, 65 jo'yaklarga tushadi bemalol. Mana suriladi. Joylari bor suriladigan. Yana qaytarib o'taman 60, 65, 70 agatga bemalol agat olsa bo'ladi. Silindrlari baquvvat silindrdan mana oldiga, pastga tushirib ko'tariladi. Zadniy faralari bor, kechqurun ishlaydiganlarga, stopnik, pavorotniklari bor. Kimga yana nima kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Frezalari 1.20 lik yaxshi frezadan. Mana prinsipnoylari bor. Qo'shimchasi puligi bor. Sotuvda, mashinasi hammasi sotuvda birgalikda sotiladi. Oldi zublari mana ishlaydi, behijolat mana. Hammasi zublari bor, 20 bitta tishlik. Balonlari 600 ga 14 shiroki balondan, orqa balon. Oldi baloni 500 ga 12 mana. Ko'ra olasizlar. Lo'va tiyagalar mana baquvvat tiyagalardan bemalol o'ngga chapga 90 gradus buriladi mana. Mana. Blokirovkalari bor, hamma narsasi bor.